Dufalak 2-1da qabziyat qaytmasligi uchun faqat ichakni tozalash emas, balki uning salomatligini uzoq muddatga tiklash muhim. Dufalak 1. Ichakni yumshoq tozalaydi. 2. Mikroflora muvozanatini va ichak ritmini tiklashga yordam beradi. Dufalak yumshoq va muntazam. Keyingi duetimiz Asilbek bizani o'zbek Dimash Xudoybergen. Yalğancı yar yalğanlar tugar kaçan. Sahar Ruhanlar Jo'rayev. Tugar kaçan. Kim bilan deb o'ylaysan endi? Kim bilan duet? Siz bilan. Biza qaror qildik, Farruh bilan zo'r sizlarni shu duet bo'ladimi deb o'yladik. Dayt. Ustozlarni qaratish qandaydir bir o'zgacha bo'ldi, chunki 4 ta ustoz o'girilishdi. Shu lahzada qanaqadir men juda ham xursand bo'lib ketdim, o'zim ham tushunmay qoldim. Asilbek bilan Farruhni qo'ydim. Asilbek juda ham kuchli ovozga ega, hamma направленияda juda ham kuchli bola. Farruh esa lirik ovozga ega. Ikkalovining ovozi bir-biriga tushib eng chiroyli duetlardan biri bo'ladi deb o'ylayman. Ishonchingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat. O'ylaymanki, Asilbek bilan biza zo'r bir qo'shiqni sahnaga olib chiqishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Duetdoshim bilan ishlash to'g'risini aytaman, boshida ozgina qiyin bo'ldi. Orada tortishuvlar ham bo'ldi. Chunki bizada bir-birimizga o'xshamagan tembralni ovozlar. Hozir ancha bir-birimizni tushunib oldik. Keyingi turga o'tish uchun astoydil harakat qilaman. Sahar jamoasi Farruh va Asilbek, marhamat. Birinchi bo'lib jangovar qarash, nigoh face to face dan boshlanadi. Menga emas, bu yoqqa qarang, men bilan talashmaysiz. Men finaldaman. Demak, qarama-qarshilik. Sahar jamoasi. Navbatdagi juftlik boshladik. Xo'sh. Geçedin sen yanımda. Bugün esa yolg'izlikda qoldim men. Nahotki yo'qotdim seni, nahotki ko'rmayman endi. Nega sen? Nima bo'ldi o'rtamizda? Nima bo'ldi sevgimizga? Bir zum beslamaysan, nega sen? Nega aytgan so'zlaringga senda men ishondim, sevgilim yuragimga azoblarni soldim. Nega aytgan so'zlaringga senda men ishondim, sevgilim yuragimga azoblarni soldim. Orzularim bekor ekan, sevgi seni sho'g'on ekan. Bilsam men sevgi axir o'yin emas, yurag esa toshdan emas. Azoblar qiynar meni,
yuragimga azoblarni soldim. Nega aytgin so'zlaringga seni men ishondim. Sevgida yuragimga azoblarni soldim. Nega aytgin so'zlaringga seni men ishondim. Sevgida yuragimga azoblarni soldim. Nega aytgin so'zlaringga seni men ishondim. Sevgida yuragimga azoblarni soldim. Ofarin, ofarin. Qoyil. Tetada. Voy anvaraka. Ana. Farruh va Asilbek Qarama qarshi. Shahar jamoasi olqishlab qo'yamiz. Farruh hamda Asilbek marhamat kelinglar. Bo'larkan-ku jang ko'rsak. Mana haqiqatdan ham yaxshi ham qo'shiq tugadi. Bo'lmasa ring to'g'ri ma'noda ishlashga tushib ketishi mumkin edi. Doimgidek birinchi bo'lib ustozlarimizga yuzlanamiz, undan so'ng bevosita jamoa ustoziga Shohruxxon, keling sizdan boshlaymiz. Qo'shiq uchun rahmat. Kollejga qaytib bordim. Kollejdagi o'sha koridorlarda gitara bilan shu qo'shiqni aytardik. Hayt. Sizlarga rahmat kattakon. Gap yo'q. Bu yigitimizni ovozlari yoqdi. Bu yigitimizni o'zlarini sahnada erkin tutishlari juda ham menga yoqdi. Har ikkala ishtirokchiga ulkan parvozlar tilab qolamiz. Katta rahmat. Demak, agar siz fikringizga quloq soladigan bo'lsak, ikkalasidan bitta zo'r artist chiqadi, to'g'rimi? To'g'ri. Rahmat sizga. Davom etamiz. Farruh Karimov, marhamat. Gap yo'q. Ofarin. Mana ayniqsa yoshlarni juda xursand qiladigan nima deydi, asarlardan biri. Zo'r ish olib boribsiz. Birdamlikda, keyin unison degan joylari juda hammasi yuqori darajada. Qarama qarshilik yo'lda tursin, shunaqangi bir kichkinagina bayram qilib berishdi. Mana shu tomoshabinlar maza qiladigan bayram qilib berishdi. Bu albatta bayram qildinglar. Anvaraka sizni juda ham tushuntirma, voy. Yana faqat bitta nima deydi? Podskaska. Adashlar ko'payib ketyaptimi deyman, yo safimizga qo'shilsinmi? Endi bu hazil orqali endi sal cho'zyapmiz. Endi yigitlarga gap yo'q. Bir o'ziga yarasha mahorati-yu, keyin sahnaviy fayz bor. Keyin Anvaraka haqiqatdan o'z hissasini qo'shib, mana bu narsalarning hammasini birlashtirib, bir chiroyli asar bo'ldi, yaratildi. Rahmat. Katta rahmat sizga. Va muhim narsani aytib o'tdilar. Ikkita yigitimiz birgalashib bayram qilib berdi bizga dedilar. Bizda bayram qilish mumkin emas, bu qarama-qarshilik. Sizlar boshidan qoidaga qarshi o'ynayapsizlar. Buni hakamlarimiz, ustozlarimiz inobatga olishadi degan umiddamiz. O'z o'rnida men birinchi bo'lib Ravshan Sobirovga shunday qo'shiq uchun rahmat aytgan holda olqishlab qo'ysak bo'ladi. Qo'shiq muallifiga. Ana endi Nasiba Abdullayeva, marhamat. Men har xillik ma'nosida, bir-biriga o'xshamaslik ma'nosida qarama-qarshilikni ko'rdim bu yerda. Chunki ikkalalarining ham xarakterlari ham har xil, temperamentlari ham har xil, bir-biriga qarama-qarshi va bitta yigitimiz ovozi imkoniyatlarini ko'rsatib bergan bo'lsa, ikkinchi yigitimiz artistizm ko'rsatdilar sahnada va ikkalasi qaysidir ma'noda bir-birini to'ldirib ham turdi. Keyin ikki ovozlik joylar bo'ldi ijroda, yana qaytib unisonga qaytishlar bo'ldi. Biz kutgan qarama-qarshilik ham bor qaysidir ma'noda. Bugungi menimcha bo'layotgan shu efirimizni asosiy temasi mehr-muhabbat bo'layapti baribir. Biz buni to'g'rilaymiz, qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz, biz buni to'g'rilaymiz. Shu bilmadim, harakatingizni ko'rmayapman shu paytgacha. Birortasi hali urushib ketmadi. Bir qiziq narsa bo'lmadi-da sahnada. Birortasi
Qulog'im tagiga mundoq tushirgan O'shani joylarni kutyapmiz. ko'rmadim. O'shani mana ataylab hamma Mirshakar qanchalik Provokatsiya. provokatsiya qilyaptilar, lekin bo'lmayapti shu qarama-qarshilik. Gijgijlatish harakati qilyaptilar Mirshakar, gijgijlatish. Shu boshidan provokatsiya bor. Lekin bo'lmayapti. Hozir siz ringda sudyasiz, aytyapman, gijgijlatyapsiz, bo'lmayapti. Ya harakat qilamiz. Men Harakat qiling Sog'liqni bo'lmasa. saqlash vazirligiga telefon qilib tez yordam chaqirib qo'yganman. Doktorlar urishyapti, bekor o'tiribmiz deb. Ash qilib Hozir mana sizlarga aytish, ikkalang bitta artist bo'lasizlar deysiz. Sizlar ham jim o'tiribsizlar, javob qaytarish kerak edi. Demak, nafaqat sahnadan, hozir ustozlar orasida ham jang qidiryapman. uning uchun qo'lqop kiydirish kerak. Perchatka. Kimdir balki boksga o'tib ketar bugun. Lekin kimdir ovozda qoladi. Buni esa jamoa ustozi Anvar Jo'rayev hal qilishlari kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, men ataylab vaqtni cho'zib kelyapman sizgacha. Endi Xo'sh. bizada shu maqsad kim yaxshi, kim yomon bo'lish emas edi. Bizada maqsad shu, men har doim aytganman, chiroyli nomer, zo'r shu internetda qoladigan, bir ko'radigan odamlarni qalbida, xalq qalbida Joy oladigan. joy oladigan chiroyli, Tomosha qilishga arziydigan. tomosha qilishga arziydigan bir chiroyli, mukammal, zo'r nomer qilish edi bizani maqsadimiz. Keyin Asilbekga aytib o'tishim kerak. Asilbek Britaniyada Britanskiy kollej anaqami, muzikalniy kollejmidi? Institut. Britanskiy muzikalniy institutga kiribdilar. Asilbek. O'qish qachondan Ana boshlanadi? xolos. Sentyabr. Boshlangan o'qish. Sentyabrda. Mana nokautga yaqinlashyapti, nokautga yaqinlashyapti. Nokaut. Vot. Shunga endi Hozir endi Farruh sanmi to'xta Britanskiy institutga kirgan. Vaqti. endi hali Asilbekni biza men o'ylaymanki juda ham ko'p dunyo arenalarida ko'ramiz, maza qilib eshitamiz. Shu bola bizada chiqqan, bizaga shunaqa chest bo'lgan buni eshitish deb maza qilib eshitish, baho berisham deb o'ylayman. Endi Farruhga bir shans bersak, endi shu Farruh, sizni tabriklaymiz. Siz ovozda ishtirokingizni davom etasiz. Xayrlashishingiz mumkin. Olqishlab qo'yamiz. Farruh, siz keyingi bosqichdasiz. Marhamat. Bo'ldi. Marhamat. Siz esa keling. Yana o'sha ahvol. Sen zo'rsan, sen o'qishga kiribsan, sen hali buyuk inson bo'lasan. O'shaning Shuning uchun uchun men chiqib ketasan. ikkinchisini O'shaning olib uchun chiqib qolaman. ketasan. Sizni aybingiz ana shu. Boshqa ayb ko'rmadim men ham hozir. Endi men farqiga ham bormayman, to'g'risini aytsam, lekin shuning uchun agarda siz aytadigan gaplaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Ungacha esa ustozlarimizga eslatib o'taman, siz istalgan ishtirokchini qutqarib qolish imkoniyatiga egasiz. Marhamat. Hammaga rahmat. Xo'p. Birinchi o'chirda ustozimiz Anvar akaga katta rahmat. Nima bo'lganda taqdirda ham bu yerda dadajonim kelgan. Har bitta yutug'imga erishish dadajonim sababchi. Hammaga rahmat aytaman. Nima bo'lgan taqdirda ham aytganda bu jang kimdir g'olib, kimdir mag'lub bo'ladi. Shu mag'lubiyatdan xulosa chiqargan holda keyingi qadamlarga kattaroq maqsad qo'yib turib, g'oliblik uchun kurashishga harakat qilamiz. Katta rahmat sizga. Haqiqatan Mag'lubiyat emas bu. Mag'lubiyat yo'q, Mag'lubiyat emas bu, hech. Allaqachon Katta g'olibsiz. yutuq, katta Allaqachon g'olibsiz. Chunki 5000 ta odamning ichidan tanlanib birinchi bosqichga darajaga kelib, birinchi bosqichdan ikkinchi bosqichgacha kelish bu Katta yutuq. mag'lubiyat emas. Hech qachon mag'lubiyat deb qabul qilmang buni. To'patdan katta yutuq. Lekin hech qachon birinchi o'rindan kamiga rozi ham bo'lmang. Sizga katta yutuqlar tilab qolamiz. Salomat bo'ling. Rahmat hammaga. Marhamat. Baraka. Qarama-qarshilik Sahar jamoasi bo'ldi. Salomat bo'ling.